bo'lmadi. Video boshlanibdi. Salom barchaga. Bizning merimiz hozir anaqa qildik. Ya'ni uy qurib berdi chunki qishloqimizni yangilash ustida ketyapti. Hozir biz birinchi o'rinda hosilimizni ishlashimiz kerak. Hop, qo'yib tak. To'g'ri, bugun baribir hosil soliq to'lanadi. Qo'yganim yaxshi qolib ketibdi. Hozir endi bu tomonlarni olsak. Chilikachga yo'q. Yaxshi. Stop. Ahad günü qo'yarsa hozir biz telefonimizni topolmayapmiz. Kalib qo'ygan esimda yo'q. Ko'cha tushib qo'ymadimmi demoqchiman. O'rmonga borib kelishimiz kerak. Ko'lamon qimmat sotib oldim bir so'm. O'zimda qarz oldim. Yani siz qolib ketdi. 2 yil qolib ketdi. Qarz topishni bilmayapman-da. Mana daraxt chopib kelsa yetar. Zo'rlar. Yo'llar zo'r chiqqan lekin maylar nimaga qilmabdi. Qilib qo'yadi. Qolsin. Xo'sh. Mashina chopamiz. Bo'ldi. Xo'sh, endi qishloq aylanib kelamiz. Lekin bu daraxt og'riq tugatib qo'yishim kerak. Bir topib pasib ketaman. Lekin men yangi yo'lgan rost bo'lsin. Stop, mana bu uyda men adashmasam pulim bor edi. Buni boshqa jitlarga o'tgan uyim. Hozir men narsalarni ketganman. Ya'ni notebooklarni, shkafim ketgan. Assalomu alaykum, birodar. Yaxshi rahmat. Narxdan olgan kelgan. Olavering. Mana pullarim. Ko'rasizlar? Mana pullarim bor. Stopga chiqib turish kerak edi. Pullarim ham bor bu yerda. Bu birodar hop bir pas surib chiqsam bo'ladimi? Shu ishim bor. Wow desalar. Hamda o'zing turib turarsan. Nimaga turib turarsan baribir. Shu pullarni men ma'lum topib qo'yganman. Bu kuni o'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar, shu yerda podval ochmoqchi edim. Podvalda o'yinga mashina tunnel bor edi mana hozir. Yamagandim. Короче, tunnel bor. Mana shu yerdan ta'mir chiqib kelgandim. Shundan bir qator pul yo'q, pul qoldi. Bu hozir hech kim bilmaydi qanchaligini. Uni hech kim bilmaydi, lekin stop taforni pulni to'lab kelishimiz kerak biz. Faqat keyin hozir deb chiqaylik. Ikki xona berdi menga, ya'ni yaxshi. Stop 200 minut to'lamasdan bitta gol to'lab bitta qo'llarni yo'lda yo'laga bitta ochilsachi bo'ldi. Qaror hozirlarimiz. To'g'ri, shunaqa qildim, lekin yaxshi-ku. Oxirsa pul demoqchi menda. Xo'sh, buyoqqa borib kelamiz. Axir buni yerda olgandim-ku. Olmos. Ta'sir. Mana men buzib olishim kerak. Bo'pti. To'lab berishim. Yetarli. Ondan yaxshi qoladi. Nima qilmabdi? Qo'ygan ishlarim edi. Bu yerda qolib ketibdi. Salom alaykum. Alaykum assalom. Tapib pulni kelgan. Sopqaman. Sabab janob ber. Ne ko'rib ekan? Hop, mana hozir. Men o'rmonda 12 ta daraxt chopib kelman. Aka
Sakra daraxt buzilmasin, chopib beraman sizga. Bitta daraxt dedim. Endi mashina qo'shnilar nimaga ko'rinmaydi. Eshikni ochib ketdi. Mana qo'shni poliziga qarab o'tirdi. Yaxshi. Bizda hozir jonamaydi. Keyin qilamiz. Faqat mana uni qo'yib chiqqanda o'zingizda jonamaydi qo'yib kirib olishim uchun chunchumani yo'q. Qatodim. Qator. Javonlar bittasi hisoblaydi, bloglarni. 9 ta pulim bor deb kimdir keladigan bo'lsa. Nima buni sotiladi, buni sotiladi deb jonli deyishgan. Bitta qisam bor. O'zim aytdim, taqib qoladi. Buni yiqitgan daraxtni olamikan yoki mayli daraxtlardan bittasini olamikan? Bitta janob ulardan olib kelganimizda yaxshicha. Endi o'zlar kanalga o'tib obuna qo'shishni esdan chiqarmang, obuna qo'yinglar, iltimos biza tezroq 100 ta bo'lmoqchimiz. Ya'ni mart sanasigacha, mart oyigacha 50 ta 100 ta bo'lmoqchimiz. Bir obuna qo'ysanglar, biza kanalımıza erişamiz. Bol 10 ta bo'ldik. Menga daraxt yaxshi keladi. Yo, yetmeydi. Olan havalarını turib. Endi mayli. Xo'sh, hozir tezroq jonamaydi deb boshimizga kerak, lekin bizning 97-qishlog'imizda zo'r bo'ldi. Lekin menga yoqdi. Bekatda nima kerak bor, avtobus yurmaydi. Endi mayli. Poliga har doimgidek go'zal o'tirgan. Sen uyquda? Yo'q. Bo'lmasa qisqa. Mana bu o'yada yangi polga eshikni ochib qo'ydim. Voy sanamalarkan qildi deb bo'lyapti. Nima bo'ldi? Hozir qatib o'tdi. Ay tak. Ha, Niko, Salom. keldilar. Mana. O'zingga topshir. Tandiqqa bo'lmay. Stop ol. Topshiramiz. Chiqib olaman. Tezroq. Men. Xo'sh, hozir chiqib qolmasin-chi. Bu naridan bitta bino qurilyapti. Mana shu yerga yaqinda dom tushirasiz, dom. O'ylabman, dom. Agar dom desalar, merga kvartira beradi. Ishxona kerak, ishxona ham qilar ekan. No'shon qilish uchun qancha pul ketadi bilmayman-ku. Uya lekin qancha pul kerak. Yopib ham. Menga axir menga 14 ta daraxt kerak. Hozir mana bu yerda qarovchi soy joy qilmoqchimiz edi. Chunki bizga 14 ta daraxt kerak. Yo, hozir 8 ta bor, nechta olishim kerak. Ular kechami o'tazlar, kech bo'lishi yomonmi? Jiddan nima qilasan? Nima gap, rachishga. Hozir bu yerdagini 2-3 ta olsam yetar. Tom qismi uchun. Qani. Mana bu nima? Ochilmay. Azizlar, biz boymiz, biz bo'lamiz. Janob menga hech kim aytmaydigan umiddaman. Hech qo'lni yo'qtadi. Короче, juda ko'madi bitta. Qo'lingda pul ko'rdim. Ha, yog'och-ku. Menga aytaman. Aytaman. Hatto bitta diamond topib oldim, mana shuni aptekka olmayman. Yo'q, faqat menga berish kerak. Ha, bo'pti, beraman. Alo. Hey. Oh. Ha, xo'p, tamam. Bitta aytdi bu jinniyamiz bitta dona diamond deyman uni. Telefonda qo'ymading. Yo'q, gapim to'xtamadim. Bo'ldi, o'chirdim. Tak. Nega? Bas, yopilmayapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Beraymi? Sen o'rasan ekan. Chunki ular menikida. Mana bitta mashina topdim-ku. Pullarni yashirishim kerak. Muazzar video o'z nihoyasiga yetmoqda. Lekin sizlar kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz mart oyigacha bitta bo'lishimiz kerak. Azizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Meni anaqa qo'limni xullas pul turibdi.
tapor, yog'och, anaqa temir, oltin, bu ham pul, mana telefon. Nima azizlar, bo'pti, videoning nihoyasiga yetdi.